bunchalik darajada bitta inson uchun o'zingizni yo'qotib qo'ya olmaysiz. Soatlab o'zingiz ustingizda ishlab ko'ring, 10 soatlab ishlang, til o'rganing, постоянно kitoblar o'qing. Har bitta ketqizayotgan vaqtingizni minutalab yozing-da. Ko'rasiz qanchalik darajada oldingizda odamlar yig'ilishini, ko'rasiz qanchalik darajada o'zingizni standartingiz, samootsyenkangiz ko'tarilishini. O'sha ko'pchilikni, oldingizda yurgan insonlarni analiz qilishni o'rganasiz. Sizni yerga urib, samootsyenkangizni buzib, siz o'zingiz kimligingizni bilasiz, haqiqatdan kimligingizni. Agar rostdan o'zingiz ustingizda ishlasangiz, lekin bitta insonni dabdalingiz chiqayotganini ham bilasiz. Bitta o'sha inson sizni orqaga tortib turganini prekrasno bilasiz. Inson, odam bunchalik yerga urmaydi o'zini. Bitta insonida bunchalik berilib ketmang. Bunchalik